Sborkalar juda yoqib tushdi. 1.7 ming prosmotr. Ko'rsamiz. Shunga undan arzonroq sborka so'radinglar DDR4da. 12400 dan 2060 mabodoga bu sborkani 3-4 yil oldin yig'ib yurardik. Qanchalik 2026-yilda bu sborkani yig'ish va sotib olish aktual. 7.290.000 ga sborkamiz chiqdi. Давайте, ichida nima borligini ko'ramiz va обязательно bilan test qilamiz. Stoyitmi, yo'qmi bu pulga 2026-yilda 12.400 sotib olish. Обязательно kommentariy yozib qoldiringlar. Ketdi, boshladi. My friends, assalomu alaykum. Sizlar Shahzod Shodiyev va bugun biz sizlarni kommentariylarni o'qib arzon sborka qildik. 7 million atrofida chiqdi. Uni bazasiga biz i5 12400F protsessorchamizni qo'ydik. Bu juda yaxshi protsessor, lekin sal eskiroq. Intel brendidan 6 yadro, 12 ta patokon va 4 GHz gacha ko'tarildi deyshadi, lekin bu narsa hech qachon bo'lmaydi. No, meni мнением, чисто o'zimning fikrim, reально zo'r tosh. Agar siz ofis uchun yoki tam bir haftada bir marta o'ynashga yoki ani chistdan o'rtoqlar chaqirganda kanchxonaga borgingiz kelayotgan bo'lsa, o'ynashni vashi bilmasangiz, bu tosh sizga juda as qotadi, lekin arzon, eng zo'ri qizimaydi. Materialskiy plata Asus brendidan H610 qo'ydi, lekin bitta narsa bor. Motherboardni i5 12400 ga maslahat bermayman, chista arzon bo'lgani uchun, bozor talabi bo'lgani uchun buni qo'yamiz. O'zi ideali B760 D4 qo'yganingiz yaxshiroq. Nimaga? i5 12400F pozitsionerovaniyasi o'zi игровой, tegi игровой bo'lib chiqarilgan, i3 dan kuchliroq и baribir qiziydi. Bu H610 platamizda, ko'rsanglar bo'ladi, masalan, ko'rsataman. VRM zonachalari yo'q. O'tgan videoda ham o'sha B650 ko'rsatganimdan aytdim sizlarga. VRM zonasisiz, to есть mayda охлажденияsiz olmaydi deb. Bu ham shu ahvol. To есть i5 12400 полибом qiziydi. Masalan, sizga 250 FPS beryapti, sal o'tib, bag' deb 150 ga tushib ketyapti. U qizib ketadi. Demak, sovutadigan narsasi yo'q. To есть tosh o'zi bor, materialskiy platani ham sovutish kerak. Bu narsa bu yerda ko'rilmagan. Bu birinchisi. Ikkinchidan, ikkita 3.1 port, qo'shimcha PCI hech narsasi yo'q. Juda prostoy plata, bu o'zi ofisniy plata hisoblanadi. Shunga maslahat berayman, agar ozgina pulinglar jalka bo'lmasa, 3040 qo'shib, B770 tam gigabaytda MSI'dan, любойdan qo'yib yuborsanglar bo'ladi. Bitta problema, hozirgi kunda D4 B760 ni sal qiyinroq topish. No, topsa bo'ladi. Nimaga Asus brendi? Bunda 1 yil garantiya bilasizlar. Bizda hamma kompyuterlar kamida 1 yil garantiya. Shunga Asus brendini biz o'zimiz yoqtiramiz. Eng sifatli вообще materialskiy platalarni именно Asus qiladi. И вообще birinchi materialskiy platalarni именно shu brend chiqargan va birinchi игровой platani Asus brendi chiqargan. Hamma rekordlar toshchi razgon bo'yicha Asus platalarda qilinadi. Так что bratlar yaxshi narsa chiqarishadi. Keyingi saqlash 4 ta drobkali C40 Pro oldik. Birinchi 12400 bemalol sovutadi. Video kartamiz Paladin brendidan, o'sha etudim bu to'g'risida ham уже. Bu men buni reklama qilmayapman. Normalniy ref video karta brendi shu bo'ladi. 1 yil garantiyasi bor. Plus, tak, nimasi menga yoqadi? Bu video kartada 1, 2, 3 ta display port, bitta HDMI. Bu juda udobni, особенно o'sha logistlarga va ko'p monitor ishlatadigan odamlar uchun juda udobni narsa. Operativka Juhor brendidan 2 ta 8 qo'ydik, 16 GB. Prinsipi 3200 Intel 18. Yaxshi operativka, prinsipi defitsit payti juda yaxshi o'zini ko'rsatyapti. Tiem bo'lib arzon narxlarda. SSD'miz o'sha aytaman-ku, bitta byudjetniy segmentda bir xil narsani qo'yishga harakat qilamiz. Ular kalishda olinadi va arzonligini shunaqa qilib ushlab turamiz. Lexar brendidan NM610 3300 deb yozilgan, lekin o'sha 3300 bermaydi. 1800 2000 atrofida tezlik beradi. Yaxshi надежный SSD. Tashqi ko'rinishga kelsak, bizda o'sha Avatage brendidan Polu akvarium kesechamiz. Ko'rsanglar, tepasi полностью akvarium oynali qilingan, chap tomonda
mana knopka o'chirib yoqish knopkalari bitta USB 3.1, ikkita USB 2.0. Top kullerlarni qo'yish bo'tga qiyin, neki portlari juda kam. Shunga mabodo hamma joyga RGB tiqaman desanglar, o'ylamanglar, bu matematik platida bu narsani qila olmaysizlar. No, xohlasanglar, prinsipi H610 ARGB variantlari bor, o'ta top port spesial kullerlarga bo'ladi. No, ular adashmasam $10 qimmatroq. Blok pitaniya 600 Watt First Player brendidan просто sakson. То есть это плюс-минус hech narsasi bo'lmaydi. Лишняя защита, hech narsasi yo'q. Просто стандартный блок питания. Это базовый минимум. То есть любой комплектующий yaxshi preorganizatsiya ega, hammasi bir-biri bilan zo'r ishlaydi, platadan boshqa и лишний funksionali yo'q. В принципе, o'sha kompyuter o'yin dunyosiga birinchi pog'ona именно menimcha shu kompyuter sevadi. i3 12 Plus ko'p reklama qilishyapti hozir. i5, i3 3-chi avlodda reklama qilishyapti. Okey, bu 12-avlod, bu уже eski. Hozirgi kunda уже 15-avlod vaqti. 2-3 avlodda juda eski bo'ladi. Ularni mashina maslahat bermayman, undan ko'ra olmagan ham yaxshi. Bu xuddi 2026-yilda Jiguli olgan dedi. То есть elementarniy запасной запчасть ham bo'lmaydi va hozirgi kunda funksionali zamonga to'g'ri kelmaydi. Shunga o'ylab narsa olinglar, o'zini meni любой narsani o'zini qanaqadir minimumi puli bo'ladi. Biz kompyuter sohasida hozirgi kunda menimcha birinchi pog'ona, то есть minimalniy pul narx desa ham bo'ladi, 7 milliondan boshlanadi. Undan arzoni maslahat bermayman. Agar sizlarga shunga o'xshagan yoki undan yaxshiroq kompyuterlar kerak bo'lsa, yaxshi narxlarda va professional darajada yig'ilgan, обязательно shu nomerlarga yoki bizning saytga kiringlar, variantdan ko'rib zakazlasanglar bo'ladi. Давайте endi eng qiziq joyi test qilamiz har xil o'yinlarda va FPS benchmarklar va qolgan testlarni qilamiz. Ketdik. Wukong yoqtirganimiz. Hozir Wukong yoki Cyberpunkga 50-60 million bo'lishi kerak. Tak, Wukong o'yini o'zi benchmark payti ideal nastroykalarni beradi. Testimiz boshlaymiz. Kстати, videokart normal, qizib ketgan joyi yo'q. Testlarimiz tugadi, mana ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda bizda настройки grafiki высокий, размытие замечательно, очень заметно ekan. O'rtacha высокий настройкalarimizda bizda 95 FPS berdi. Da, bu o'yin uchun juda past, но играбельный o'ynasa bo'ladi. И использование видео памяти 4 gigabayt. Mana Cyberpunk yoqib oldik, tрассировка лучей минимальный qildik. Qolgan narsalar высокийda. Biz ko'rsanglar bo'ladi. Dalash bitta test yoqib ko'ramiz. Ketdik. Mana настройка полный test qildik. 2060 deb ko'ramiz. 12 rezerv, разрешение, mana качество текстур высокий turibdi va o'rtacha 68 FPS. 68 FPS ужаснейшим образом Cyberpunk uchun вообще невозможно o'ynash. No, kiryapti, в принципе, qanaqadir движение qilsa bo'ladi. Kompyuter ulab oldik. Hozir biz test qilamiz sizlar bilan. Bizda o'sha aytganim 512 8 ga video karta va 16 ga operativka DDR4. Test qiladigan o'yinimiz bu Counter Strike 2. Nastroykani sizlarga ko'rsataman. 4 ga 3. Birinchi botga to'g'rilaymiz. Niski qildim. Faqat mana rejim sgajni 2x qilyapman. Maksimal FPS olish uchun 4 ga 3 qilamiz va 1280 ga 1024 qildim. Benchmark test qilmaymiz, neki bilasizlar, hozir yangi обновлениеdan keyin portlash boshqa joy qolganda o'rtacha FPS noto'g'ri chiqyapti. То есть u narsani to'g'rilashgandan keyin biz уже test qila olamiz. Hozircha faqat o'yin payti test qila olamiz. Tak, bizda deathmatch o'rtacha 200 190 FPS beryapti. Kepish paytlari ko'rsanglar bo'ladi, prinsipi. Kepish payti 160 gacha tushib ketyapti. MSlarimiz где-то 18.4 atrofida. Tak, 250 FPS где-то 230 gacha tushyapti. Eslatib bu yerda minimal настройкалар. Mirajda o'ynaganimda 150 gacha tushib ketuvdi. Hozir Dust prinsipi, Dustda har doim ko'proq 200 gacha tushyapti. Baribir tushib ketish ehtimoli bor. Meni boshqa kartalarda tushib ketyapti. Вот shunaqa gaplar. Давайте endi xuddi shu настройкада men зачистка rejimida tekshirmoqchiman. Hop, birinchi har xil настройка зачистка и deathmatchda tekshirib ko'rmoqchiman. Зачистка rejim. Endi bu yerda ko'proq FPS bo'ladi, по-любому. No, o'sha bomba portlash, smoklarni tekshirib olsak bo'ladi. Bu yerda уже нормальный FPS. Real yaxshi o'ynayapman. Muhtashashda bo'ldi. Oy, assalomu alaykum, my friend. Endi bu yerda FPS ko'p, xolos o'zi 380, 350, 300 FPS prinsipi bo'lyapti. Agar meni kartada 7 ta odam bo'lgan payti, avvalambor xuddi shu настройкада men boshqa разрешение bilan qo'ygan 1440 ga 1080 nima deyirkan? Уже качествоsi ancha yaxshiroq. Разрешение o'zgartirdik, уже 230 где-то o'ynalyapti. Katta raznica berilmayapti, где-то 10% shu разрешение o'zgartirgandan keyin. Eng minimalni bo'lgan paytda 200 gacha tushyapti.
Eng vysokimizda 250 bo'lyapti-da. Endi уже 200 gacha tushyapti. 250 ga 20% gacha bizda yangi razresheniyamiz tushib ketdi. Bu bizda nastroykalar emas, уже mana очень высокий, hammasini высокий qo'ydik. 1280 ga to'g'ri uchiqamiz. Уже bizda FPSimiz ko'rsanglar bo'ladi. 180 160 gacha tushib ketyapti. MSimiz 14 millisekunda. 196 FPS 177 gacha tushyapti. Tak, 168 gacha bizning FPSimiz tushib ketdi. Очень высокийdir. Уже mana 16:10 ga eng maksimal razresheniyani tekshirib ko'rmoqchiman. Biling kimdir bunaqa o'ynaydimi yo'qmi? No, okey, bari tekshirib ko'ramiz. Turkamiz naivысочайший. Так, bu yerda bizda уже 160 150 FPSimiz. Eng высокий настройкalarimizda. По-моему, mishkani ham sensini o'zgartirish kerak. 5 ga 5 tekshirib ko'ramiz. Endi sanamasini kirib, o'tda ham tekshirib ko'ramiz 2-3 rejimlarda. Так, hozir настройкani ko'rsataman. 5 ga 5 kartamiz. 2x ni выключенный bo'ldi. 1280 1024 4 ga 3 o'yin payti chiqolma 300 FPS где-то beryapti. Dezmashdan ancha past edi, lekin kartada juda ko'p odam. Bu yerda уже 2 barobar kamroq odam kartamizda. O'yin payti 300 FPS. Wow. Kстати, mana reально неожиданно bu narsa. Men uchun. 300 Hz monitor bunga maslahat berayman. 240 280 Hz idealni bo'ladi. Smoke bilan molik tashlab ko'raman. Tak, smoke tashladik. Bu ban qormasa bo'ldi. Tak, molik. Mana smoke bilan molik payti bizda 250 gacha tushyapti mana. 230 213 gacha maksimalni bizning FPSimiz tushdi. В принципе, по-моему, yaxshi rezultat. То есть bu narxga ham edi. Mana o'zingizlar vывод qilaveringlar. Tak, ko'rdinglar, molik bilan smoke tashlaganda bitta smoke, bitta haye bo'lganda 210 FPS gacha bizning kompyuter tushib ketdi. O'yindan chiqib, hozir nastroykalarni o'zgartiramiz. Negaki, buni shunaqa qilish kerak. O'yin payti chiqmasdan o'yna, serverdan chiqmasdan просто nastroykani o'zgartirsanglar, hech narsa o'zgarmaydi. Lekin yangi o'sha anti-cheat shunaqa qilib qo'yganki, shu nastroykalar o'yin payti o'zgarmaydigan qilib. Endi naivысокий kачество qo'ydim, razresheniyam bir xil. Ну, endi hozir birga bir situatsiya, bomba portlasin-chi. 147 gacha tushib ketdi bomba portlaganda. No, okey. Smoke tashlaman 160, molik tashlaman, yaqinlashaman 140. То есть высокийda уже o'ynolmaysizlar. 113 FPS uchun bizning kompyuterimiz tushib ketyapti. Так что высокийda maslahat bermayman o'ynash вообще. Endi 16:10, endi men aytgan 1600 ga 1024 qo'yamoqchiman. Так, mana 16:10 da уже hech narsa o'zgarmadi, в принципе. Особо o'zgargani yo'q. Так, molik tashlaymiz. Smoke tashlaymiz oldiga. Da 250, 230, 210. Birinchi nastroykalardan почти bir xil 210 gacha maksimum tushdi. Так что играбельно. Разрешение o'zgargandan prinsip katta razница bermayapti именно shu video kartada. O'zingizlar hammasini ko'rdinglar FPS'larni, bolalar. Prinsipi yaxshi kompyuter ishlatsa bo'ladi. Siz ota-ona bo'lsangiz, agar menimcha qanaqadir typing uchun, programmirование uchun такой минимальный montaj, Photoshop, то есть именно 2D grafikada prinsipi to'g'ri keladi. Qanaqadir o'yinlarni olov nastroykalarda endi boshlanish uchun yoshlarga, по-моему, yaxshi variant. Agar ular insga kirgan bo'lsa, обязательно podarka qilinglar. Lekin ozgina pul yig'ib, prinsipi yaxshiroq variant ham olsanglar bo'ladi. Так что shunaqa gaplar, обязательно like va подписка bosib qo'yamiz. www